Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun bizning direktimizga kelayotgan savollarni muhokama qilsak, eng ko'p kelayotgan savollardan bittasi kardioxirurgiyada kichik kesma va katta kesma bilan operatsiyalarni tushuntirib bering, ularning afzallik tomonlarini aytib o'ting deb ko'pgina bemorlarimiz iltimos qilishyapti. Demak, o'shalarga chuqurroq to'xtaladigan bo'lsak agar, demak, hozirgi kunda 90% kardioxirurgik operatsiyalarni, bu degani yurak operatsiyalarini hammasini demak kichkina kesmalar orqali ham qilib bo'ladi, katta kesmalar orqali 100% ni qilib bo'ladi desak agar yanglishmagan bo'lamiz. Demak, hozirgi kunda aorta koronar shuntlash amaliyotlari, demak midcap operatsiyalari va undan tashqari klapanlarni protezlash amaliyotlari, plastika qilish amaliyotlari va undan tashqari yurak tug'ma nuqsonlari, DMPP, DMJPlarni bemalol hozirgi kunda kichik kesmalar orqali operatsiya qilsak bo'ladi. Demak, bularni bir-biridan farqlaydigan bo'lsak agar, kichkina kesmalar orqali operatsiya qilgan paytimizda bemorlarimiz demak to'sh suyagi kesilmaydi. Kesmalari juda kichkina bo'ladi. Uchinchi farqi, demak, operatsiya vaqtida qonash kamroq bo'ladi. Operatsiyadan keyingi reabilitatsiya vaqti juda qisqa bo'ladi. Demak, kichkina kesmalar orqali 1 oy muddatda bemor o'z hayotiga qaytsa, avvalgi hayotiga qaytsa, sternotomiya orqali qilgan paytimizda, demak, bemor 3 oydan keyin o'zining avvalgi hayotiga qaytadi. Bundan tashqari, reanimatsiyada yotish, palatalarda yotish kichkina kesmalar orqali qilgan paytimizda juda qisqaradi, bir necha kunga qisqaradi. Bemor demak o'zining avvalgi holatlariga qaytib biladi. Kichkina kesmalar orqali operatsiya qilishimizni afzallik tomonlari, demak, bilamizki, yurakda bemorlar operatsiya o'tkazsa agar 3 oygacha korset taqib yurishlari kerak. Bu faqatgina sternotomiya dostupida korset kiyib yurishlari kerak bo'ladi. Nimagaki, ko'krak qafasining karkas funksiyasi buzilganligi sababidan. Kichkina kesmalar orqali qilgan paytimizda o'sha ko'krak qafasining karkas funksiyasi buzilmaydi. Shuning hisobidan hech qanaqa korset kiyishlar hojati yo'q. Bundan tashqari, demak, ko'pchilik bemorlarimiz bezovta bo'lishadi. Nimagaki, sternotomiya katta kesmalar orqali dostup qilgan paytimizda bemorlarimiz faqatgina kechki vaqt uxlash paytida tepaga qarab, demak, osmonga qarab yotish kerak bo'ladi. Yonboshga yotishlari mumkin emas. Demak, mixcap operatsiyalarida yoki mini dostuplarda yoki kichkina kesmalar orqali klapanlarni operatsiya qilgan paytimizda bemorlar bemalol bir tomon yonboshga uxlashlari yoki tepaga qarab yotishlari mumkin bo'ladi. Ularga demak 50% gacha yordam bo'ladi bu kichkina kesmalar orqali qilgan operatsiyalarimiz. Demak, kimda qaysi mavzuga oid savollaringiz bo'lsa agar kommentariyalarda yozib qoldiring yoki pastdagi telefon nomerlariga murojaat qilishingizni so'rab qolamiz.